tavsiye qilman. Ha, isel mehmonlarimiz qana qiziq çaylarga baqqaş o'tiringlar. Ha, marhamat. Onun uyi nerede bu qo'ydimiş? Bir kechirmisha akagandek telefon qilayjimi men. Voy. Ha, abaykamma? Pastga qapolmay bir kichkina aka yomon jiddiy. Yo'q, joniq taqishliga yesh. Men kirmayman salaga bo'shroq qo'nib qaldiga chiqdi aka. Mana desang shuda baykamchu. Ama uyi mush atrofda lekin. Voy. Qanday avval yaxshimi? Salomat. Qanday aka? Ya bu öğügümü çıkmay. Meni bir yer düşergidek nimmeyim işin var zaten. Bek buyum iş aka. Ciddi. Tohta. Aldı da ben de pul sorsam ben de pul yok cuma. Ben de başka eminim başka pul yok. Sen aka senin pul sorunu bulam da. 10 ming koydan çıkırak pulunu banka koysan şu yerda konuduğun tutsan uğurlap kedin. Var ha şu akşam böyle dur. Bundan şimdi mi geldi? Hem de aka sen tolu jakan köyge adam. Ma dadam yaman hap kılıverdi degine. Bir iş kılmamsa, igilik tiklememse. Ne mi tikilmemse? İgilik. İgilik he. Şunu ama ebeykam, minam şu akam ebeykam ki ben berip bir azırak yol yürü kılıp bir şirketten birini kurup 40'daki adamı şıltıp ben dadam alıp da bir jümeyimi gidip. Vay sen ben çoğu oylap gitip sen koy sen biz hazırgıcı birkaç yürüp yaşlıkın tikleyip gidip igilikle kadar tikleyseydin ne? Emez. Sen şirket kurup da bir liderlerdik bulay dep şirket kurmakçı mı özel? He abi. Senin benim şu ideyan hatayda bu şirketlerin o lider poğaçılık kurduğundan semez. Abapçı şirket mi kur değil sen de meblağ. Meblağ mı? Ançı mı yok. Onun bunun alıda kaç çıktı. Tüp biri versek bunu demez mi? Kerz alışa. Kerz alımı. Senin demez mi? Yok ben herkesin kerz yok mu ben de. Kerz alsan mı alaysa babdı onu mu kılayıl dep durayıl. Bu şirket mi kur? Bu şirket başkurgudek bunda bir tecrüben var mı? Hazır o bu kıpırdıken koşun sen maksus. Kimler mesela? Mesela mesel saldığan Nurmehmet Tepe akıllarımız varken niye gördün? Ha, mesela. Özü pul tapmay, xaqni pul tapqız deb anıldı bu. Şu akamni izday deymem. Bu geping to'g'ri, lekin senda hozir birinchidan mablag' yo'q. Yo'q. Ikkinchidan tajriba yo'q. Shunlashqa meningcha bo'lgan chaqda shu qush qashnimi qassob so'yson deydigan bir gap bor. Hozir shu nurg'un shu shirkatlarning yaxshi mahsulotlari bor degan qara. Sen hozir qo'pab bir shirkat qurma demay, sen şu mahsulotlarniki shu ishlab chiqargan mahsulotlarni boshda bir setib billa ashlar bilan hozir haqsiz sanmış hech qanday pul xarjlamay turib jinli bo'lib ketalaysan hozir. Shunda işte ama. Ha, pul xarjlamay jinli yo'lda qolsa. Nerede o şaka? Alülen müstak işler var, müstak satışan, hamkorlashgan, tecrübe qilib, uning keyinidan sen shirkat qursan. Nerede ulatdi? Muşu Terpol soda çeklik şirketi dep bir şirket var qara. Terpol. Ha, Terpol. Bu şirket talep turib pul topishadi degan gap. Ilgariga ishildi deganda aka. Ya ama ishlabga qarab, o'zingga qaraydi banda. Bu şirket Mavi Şifayi Yusuf şirketining Tengüher markalı ichimligi, Artiya markalı ichimligini sotishni o'zdiga haftada hozir nay tirishchilik bilan setyapti bo'lsa, sen shu shirkat ko'rib, ashlar bilan tang billa mustaq marka setishib turib, agar seni setishing qarta o'zligingdan o'stirib, bir kun sen o'zligingdan direktor bo'lib ketsa deyman. Onda bo'lsa-ku, mayli bir setishchidan hamroq bir o'tiribda bir po'cha kostyumlar sotamdi, aruvda sotadigan aka. Anda elikni men tishlamayman aka. Bugunga qolmadik. Ya sen aruvda meylemde tirishibdiga, hamma bolalar sotadigan so'z o'tirib hozir telefonda, torda, öndidarda her xil setish usullari bor. Aşı seni yetaklaydi deyman, beka-bekada seni ulab ketib qo'ymayman mafkam. Undasi bir apirib pul qo'ymam aka shaga. Men shunday qilaman, men ko'ngil chek bo'lgandan men tushgandan bir seni shu yerga apirib qo'ymay, nega apirib qo'yman? Biz ham nakisdan, biramam yo'q biladi. Jira, ma'qul unda sen ma'qul. Qo'y. Rahmat aziz mehmonlar, xo'sh kelibsizlar çayxonamizga, xo'sh kelibsizlar mehmonlarimizga. Shunday yaxshi bir ehtiyot bilan bugungi shu çayxonamizning markaziy ideyasini bilib olgandek bo'lib qoldik. Xo'sh mehmonlarimiz. Eron soda cheklik shirkati bilan E'tibor Tor soda shartisi alayda qo'llagan. Shuning bilan birga Janan Pantexnik shirkati alayda talab qilgan.
Terpol şirketi bilen Şipa Yusuf şirketi strategik hamkorlashgan çay rishtisi programmamız arqali sizlar bilan qayta yuz ko'rishganimizdan intayin xo'shalmiz. Kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Rahmat mehmonlarimiz. Necha vaqtdan beri biz nurg'un mehmonlarimizga, yangi mehmonlarimizga choy quyib keldik. Ya'ni shu oddiy qilib bo'lgan choyxonamizda mo'tavirimiz Odil Mejit akamiz, shundaqla choyxona qiziqchisi, alga to'nilgan artistimiz, yaqin ag'inam bo'lgan Habay bo'ladi. Bu Habibulloh mollami bizniki shu choyxonamizda nayt qiziqchilik, bayqindek shundaq etotlar bilan barliq mehmonlarimizga nayt zo'q beg'ishlab kelyapti. Shuning bilan birga bizning Javlon inimizmi el xalqimizning chaqchaqlarini sahnaga chiqish orqali shu yerdan yetilib, hozir mana nurg'un do'stlarimizga kulki ato qilib kelyapti. Kamini o'zimmi har qaysi mehmonlarimizningki mulozimatida, xizmatida bo'lib kelyapman. Mushu sahnamizda, ya'ni mush choyxonamizda mehmon bo'lib, davomli turda yangi mehmonlarimiz uchun mulozimat qilib, yuqori kayfiyatda sizlar uchun xo'shallik ato qilayotgan san'atkorlarimizga vakolatan har qaysi mehmonlarimizga tushunchurligimizdan minnatdorlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, Odil Mejit aka, mo'tabar aka. Bugungi bu chiyimiz o'xshamaydi. Chunki oldinlarda biz nurg'un yangi mehmonlarimizga har sonda har haftada quyib kelgan bo'lsak, bugungi son programmamizda biz shu bir oylik sonni, ya'ni bir oylik choyni bir axli qo'yilganga mundaq hamkorlashdik aka. Chunki biz endi bir haftada ma'lum bir shirkatningki sohibxonligini ustigimizga olgan bo'lsak, strategik hamkorlashgan mana shu Şipa Yusuf şirketi bilen Terpol şirketiningki bir oylik dasturxoniga barliq o'sha choyxonamizga barliq choyxona ahli Didar g'animatda qatnashib o'tiryapmiz mehmonlarimiz. Shunga bugungi bu choyxonamizmi alayda, nomerlarimizmi alayda, paranglarimizmi alayda, shuning bilan birga deyishadigan maslahatlarimiz, choy suhbatlarimizmi alayda bo'ladi mehmonlarimiz. Shunga mush alayda mehmonlarimizning izzat hurmati uchun bir chavaklarni beraylik. Rahmat. Əmsə aka, mən şu əziz mehmanlarımızı bəzilərini bir tanışdırıb deyim. Tanışalım. Qağınni şu söhbətləş jarayonida birdən tanışıb çıxımız mehmanlarımızğa. Aldı bilan mən şu mehmanlarımızğa tanışdırmoqchi bo'lgan bizniki əziz mehmanımız olsa, yəni şu Terpol şirketininki muavin direktori bo'lgan Muxtarjon apandini qarshi olamiz. Rahmat. O'tiring. Şundaqla şu Terpol şirketimizningki hamda yani şu Şipa Yusuf şirketimizningki alayda hamkorlashuvchisi, shuning bilan birga şu kesal ko'rish ham maslahat berish jihatda alayda hamkorlashgan bizning oliy maslahatchimiz Ro'zinisa xonim qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Endi tanıştırmoqchi bo'lgan mehmonimizni mundaq qarab bilib bo'ldinglar qachon. Bizning o'sha negizlogiya tadqiqotchisi bo'lgan nurg'un korxonchilarga yaxshi maslahatlarni, yaxshi yo'llarni, parlaq yo'llarni ochib berish orqali nurg'un pullarni tepishiga shu muyassar qilib kelayotgan bizningki yaxshi bir yetakchimiz, yaxshi muallim bo'lgan Nur Muhammad Negiz muallim. Mana bu mehmonlarimiz tanışıp oldu. Şundaqla ekran oldidagi ko'rinmalarimizni qarabla tanib oldu. Bizning yoshlarimiz orasida nayt yaxshi naqshlari moda bo'lib kelayotgan, yoshlarimiz ash shapallarni yetib, ko'zlarini tatlab naqshlarni anglashga muyassar bo'lib kelayotgan bizningki yaxshi yoshlarimizningki eng qarshi inish qilgan olqishliq naqshchimiz Akbar Ahmad. Rahmat. Bu yoq bo'lsa Asiya İbrahim o'zining lirik naqshlari ham davlat tilida aytgan naqshlarini muvoyaga yetkazib o'rlab kelayotgan choyxonamizning davomli aziz mehmoni bo'lib kelayotgan Asiya İbrahim qizg'in qarshi olamiz. Yoshlarimiz orasida naqshlarni aytib yaxshi moda bo'lib kelayotgan o'zining asl naqshlari bilan davomli turda o'sha san'at yo'lida tirishib kelayotgan bizning tirishchan naqshchimiz Mayra Tilivaldi. Rahmat. Tayinimiz qolgan bo'pti. Pençanda bütün kerep, hatırcam oturuyotgan mehmonlarimiz kapta mana. Bugungi choyxonamizda o'sha bir oygacha mushlarning naqshlarini anglab o'tadigan o'xshaymiz qaraganda. Nurg'un san'atkorlarimiz kapta mana. Alga tonilgan artistimiz Shuhrat Molla qarshi olamiz. Shundaqla yana naqshlarini aytib, yaxshi ko'rilib, yaxshi anglanib kelayotgan, hammamizning yoqtirishiga erishib kelayotgan bizning talantli naqshchimiz Abdusalom Ilhom. Tibaba sohasidagi bizning mo'tavirimiz Obul Qodir akamiz qarshi olamiz. Xo'sh kelibsiz.
Qurbanjon ukam xush kelibsiz bizning muzikantimizga. Yaxshi. Baxtiyor, sen xush kelibsiz. Naqshona xush kelding sen. Rahmat. G'ayrulloh ukam kelibdi mana. Gensionimda o'chib keldi degan. Rahmat. Qarshi olamiz. Onundan sonra mana hürmetli yerde oturgan bizning karxonchilarimiz bor, maslahatchilarimiz bor, mötəvərlərimiz bor, kapta mana Adil kam deymiz, Kerem kam deymiz, Turdi Mehmet karxonchimiz deymiz. Men mushu sahada hamkorlashganning yoqi ko'rib kelayotgan, sirdishib kelayotgan bizning mötəvərlərning hammasi kapta xonimlarimiz ham shunda qizg'in qarshi olaman. Hammanglarga kaptan ko'p rahmat. Yani bizning sahna dövründen o'rnagan bizningki atish xalq naqshlarini nihoyat yaxshi aytib, hammalarga yaxshi bir estetik zo'q bag'ishlab kelayotgan, hammamizning e'tirof qilishga erishgan bizning talantli naqshchimiz Qurbanjon Abdukerimmi alayda qatnashdi. Payzavatda bizimlar shu shirkatda alayda hamkorlashgan, shundaqla ba'zi ishlarida ilgirlab tirishib kelayotgan bizningki yaxshi hamkorlashuvchi Ro'zigul xonim qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa, shu Tarpul shirkatininki alayda hamkorlashuvchisi, shuning bilan birga shu bozor echish direktori hamda nurg'un do'stlarimizga yaxshi shu bozor echish yo'llarini ko'rsatib, ko'pchilikni atrofiga yig'ib, shularga yurak qinini sarf qilib, boy bo'lish yo'llarini yo'rtib berayotgan, shu yo'lda izlanib kelayotgan bizningki yaxshi molimiz, obdan singlimiz Arzigul xonim. Tarpul shirkatininki yana bir qo'lliq xodimi bo'lgan, ya'ni shu setish ishlarida oldingi qatorda kelayotgan qo'shin qurilishi deymiz, ya'ni shu kollektivni yetaklash jihati alayda iqtidorga ega bo'lgan, yetaklash jihatimi alayda iqtidorga ega bo'lgan bizningki iqtidorliq yetakchimiz, hamkorlashuvchimiz Gulnur xonim. Xo'sh, mehmonlarimiz bilan bir qurt tanishib chiqdik aka. Hamda Kankushada choylarimizga, ya'ni shu choychi markadagi o'zimdan choylarimni bunda bir huzurlanib ishkash, nozin ne'matlarga boqqash, shuning bilan birga shu Shifoyi Yusuf Tarpul to'g'risida, shirkat to'g'risida yaxshi bir tushunchalarga ega bo'lgash, maslahatdoshlarimizning maslahatlarini yaxshi anglagash, nag'ma navolarni yoqtirib anglagash, kulki chaqchaqlarga jo'r bo'lgash, bugungi shu programmamizningki bugungi shu bir aylık qo'yilgan çiğimizning dasturxonining kayfiyatini texmi yuqori ko'taruvchilarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Hammalar choyga marhamat. Degan nihoyat alayda biz kun bo'lgandek turdi Adilka. Ma bizniki muzikant bolalarmi keldi mana bu da tembir degan nima almas uch qirib o'tdi bu inim. Bo'lsa bizmi savirdan xalq naqshlardan bir ishga o'zgarish bir ish kelib aytib bermamdiqmi, o'taga me'morlarga bir qizg'in qarshi chiqishdi. Unda unda Undaqlamda to'g'ri deysan. O'tgandimi shu savirdan sen bir necha naqshlarni aytib, hozircha g'ingshiyman shu naqshni. Bo'smiga Osiyo singlimni kelibdi. Mana soch bolalarni degan tajriba sizlar bir ravrs bir xalq naqshlarini biz kishini anglamaylikmi? Mayli. Qo'limiz ko'ksimizda chatoq yo'q.
Bayatın Cevlan çıkınlarını oynayan itotta karaganda bu Terpul şirketi özü mesulat işlep çıkamay, özü işengen şirketlerinin yaxşı mesulatlarına vakaletten setip beriş. Anandan keyin muşunu kesip tuturan şirket oxşmandı. Naq aşında şirket gele degenimizdek. Onda qız bayatım tunuşturdu. Muş şirketniki mavan direktörü Muhtar efendimni muş şirketniki ameliy ahvalını bir tushuncha bergan bo'lsa, bir anglab baqamdoq. Men Muhtarjon Atbaqidan naq maydon va ekran oldidagi barcha azizlarga o'tliq salom. Şinjan Terpul şirketimiz barliq xodimlar va vakolatchilar mushu programmaga qatnashgan dangli san'atkorlarimizga, jamiyatdagi arboblarga, shundoqla hamkorlashuvchilarga oliy ehtirom salomlarim bo'lsin. Kelgan qadamlarga marhaba. Tininglarga salomat, oilanglarga baxt, omad mangu yor bo'lsin. Bizga mushu so'rinni hozirlab bergan Şinjan Şifa Yusuf xalqaro savdo-sotiqlik shirkatiga alohida rahmat aytaman. Programmaga tunji qatib qatnashim bo'lg'achqa bak jiddiylasib qoldim. Shirkatning bir ba'zi tushuntirishini Dilnur xonimni tushuntirib berishiga sundim. Salam naq maydonda o'tgan barliq korxonchi, bizningki elni söygen san'atkorlarimiz ham bizningki bizni burundan tortib hozirgacha qo'llab bizga hamkorlashib yotgan hamkorlashuvchilar hammanglarningki hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Ham ekran oldidagi ko'ruvchilarningki hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Men shu Şinjan Terpul şirketiningki Şinjan Terpul setish şirketiningki setish bilimining direktori Gulnur Mijit bo'lman. Bu şirket bizningki Terpul setish şirketimiz 2020 yılı 12 ayının 15 günü kurulgan. 2017 yılı engelingan. Bizning şirketninki asas negizi bo'lsa, bizning şirket hozir marketing, nurg'ulg'an şirketlar market ishlab chiqaryapti, mahsulot ishlab chiqaryapti. Lekin üstü turib so'zlayapti, nazariyani tuvanga tushib amaliy ish qilmayapti. Shuning uchun bir marka chiqyapti, tizdan yo'qolib ketib boradi. Bizningki bu şirketni qurishdagi maqsadimiz nima degan vaqtda biz deymiz, qilimiz, ya'ni yuqoridagi nazariya bilan tuvandagi amaliyotni birlashtirib mengib, bizga vakolatchi bo'lgan barliq bizning vakolatchilarimizningki foyda manfaatini birinchi o'ringa qo'ygan asosda, shularni xotirjam qilgan asosda, shularning ehtiyojini qondirib turib, bozorni yechib birimiz, hamkorlashuvchi qabul qilib birimiz, ularga bir guruh shakllantirib birimiz. Hozirgi vakolatchilarningki eng chong andisi nima degan vaqtda vakolatchi bo'lamiz, hammamizning pul topqisi bor. Lekin shu vakolatchi bo'lgandan keyin mahsulotni qanday setib chiqarish, vakolatchini qanday qabul qilish. Biz mushu jihatda ko'p o'ylanish orqali mushu Terpul setish şirketini qurib chiqdik hamda bu bir yil jarayonida bizningki erishgan natijalarimiz shunchalik cho'ng bo'ldi. Boshqa shirkatlar bir oyda 1 millionlik natijani chiqara olmaydi, lekin biz tirishish orqali 1 million hatto 2 millionlik natijani chiqarib yetib boramiz oyda. Nima uchun degan vaqtda tuvandikilarningki, ya'ni bizning vakolatchilarni xotirjam qilgan bo'lg'achqa, xaridorlarningki boshqalarning ehtiyojini qondirib mangan bo'lg'achqa, bizning bozorchimiz shunchalik tez suratda yaxshi bo'lib ketib boradi. Endi bizningki mushu biz Şifa Yusuf şirketi bilan Yeşil Yurt markasidagi tanguhri, uningdagi arteriya ichimligini bozorga soldik. Buni bozorga chiqishga maqsadimiz bo'lsa, hozir bizningki xaridorlarimizningki ehtiyoji dal kuchli tomoqlarni yeb olib, mushu qon besim, qon quyaq, yurak qon tomirlarninki qon aylanishining yaxshi bo'lmasligidan, ya'ni revmatizm, mush jihatlardan xaridorlarimizningki, ya'ni xalqimizning ehtiyoji bor bo'lganligi uchun, maslahat yaxshi bo'lganligi uchun biz bu shirkat bilan hamkorlashdik. Hamkorlashish shunchalik yaxshi. Hozir biz shu tuvandilishib turib, hamkorlashib turib tijorat qiladigan davrga keldik. Bizningki birdan-bir alaylikimiz nima degan vaqtda boshqalarning foyda manfaatini birinchi o'rinda qo'yish bo'lganligi uchun hozirgacha yaxshi taraqqiy qilib kelyapmiz. Biz bu mahsulotni bozorga solgandan keyin vakolatchilarningki bozorni ichib berishdan boshqa, vakolatchi qabul qilib berishdan boshqa, yana xaridorlarningki butun dangasini xotirlab mangandan keyin bir bosqich, ikki bosqich ichib bo'lgandan keyin davomli iz qo'g'lab qayta mulozimat qilish. Setishdan keyingi mulozimatni qilish.
bir haftadan keyin, bir oydan keyin degandek davomli setishdan keyinki mulozamatni qilib, shularninki mushu bizningki oziqligimizga bo'lgan shu ta'sirini davomli so'rash, ulardan fikr olish, naringizga foyda qildi, keslingiz yaxshi bo'ldimi degandek, bu shunday setishdan keyinki mulozamatni eng yuqori saviyada elib berish. Rahmat sizlarga. Çayxandagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rganlar, shu topda huzuringlarda bo'layotgani Eran shirkati bilan E'tibor Tor savdo shartchisi alayda qo'llagan. Janon Pantexnik shirkati alayda talab qilgan. Shifo Yusuf shirkati shundaqla Terpol shirkati strategik hamkorlashgan Choy rishtisi programmasi. Salam azizlar. Choy rishtisi programmasi orqali hammalar bilan yuz ko'rishganimdan nihoyat xursandman. Albilan bugungi mushundaq ahamiyatli bir so'ringa meni chaqirganim, daxil qilgan do'stim Javlanga, shundaqla Savrin akamga rahmatimni bildiraman. Bugungi programma nihoyat ahamiyatli bir programma bo'libdi. Bayatini yaqi Asiyada ikimiz o'tiribmiz, shunda deyishib ketdik. Ama shirkat to'g'riliq azroq bir ishkig'izga haqqim keldi Savrin aka. Yaxshi bo'pti mana. Bizmi hozirmish atrofimizda shu undidor savdosi mahsulot desa, nihoyat Bekçik bo'lib ketdi. Popma bayatını yaq Asiyada ikimiz mahsulotni biraqor o'ng ta'tir o'rib baxtiq, ko'rib baxtiq degandek. Anadagin Gülnur qiz siz degan chaqdim angldik. Bu cho'nglarga nihoyat foydali bir mahsulot ekan. Lekin endi bu cho'nglar mahsulotni biz setib olgandan keyin foyda qilamdi, qilmamdi, qanday bula degan narsani ansiraymiz. Chunki ota-onalarimizning yoshlari cho'ngib qoldi. Meni eng suyunganim bu mahsulotni setib olgandan keyin qanday o'zgarish bo'lyotdi, qanday ahvollar bo'ldi degicha biz iz qo'g'lab shunga ega bo'lamiz degan so'zdan nihoyat suyundim. Shunga bu shirkatniki hamkorligining texim yaxshi bo'lishini, mahsulotlarning teximi bozorlik mahsulot bo'lishiga tilakdoshman. Bugungi alayda programmada şirketler bir aylık çay qo'yibdi. Shunga endi Savir akamning programmasi qatnash oson emas. Shunga bir naqsha aytib ketsam, mening ko'nglim unmaydi. Shunga hammalarning hurmatinglarga o'zim tayyorlab kelgan ikki naqshamni huzuringlarga sunsam yoqtirishinglarni umid qilaman. Rahmat. Alqışlıq program bo'layotgan Choy rishtisi programmamiz, ya'ni bizningki ustoz san'atkorimiz Savrin akam boshchiligidagi shu programma qo'yilib hozirgacha nihoyat yaxshi bo'lyotdi. Bugun shu programmada sizlar uchun xizmatda bo'laligimdan nihoyat xursandman. Undan so'ng shu kayfiyatni azroq yuqori ko'tarsak degan umiddaman. Hammalarning hurmatiga Shahnozlar temizga usulliq naqsham bo'lsa sizlar uchun marhamat.
şahnazlar, şahnazlar. Dilge yakar şahnazlar, şahnazlar. Birbirinden güzel bulup devremizde kıya bakar şahnazlar, şahnazlar. Birbirinden güzel bulup devremizde kıya bakar şahnazlar, şahnazlar. Şahnazlar, şahnazlar. Dilge yakar şahnazlar, şahnazlar. Birbirinden güzel bulup devremizde kıya bakar şahnazlar, şahnazlar. Birbirinden güzel bulup devremizde kıya bakar şahnazlar, şahnazlar. Kıya bakar şahnazlar, şahnazlar. Cumhurbaşkanımızınki düşüncesini anlagandan tarpıl şirketi bo'lgan asosiyatdan azroq bir tushunchaga ega bo'ldik. Sizlarning asos nishonlaringlarga ait yaxshi ekan. Masalan, asosiyatni hamkorlik. Birga kelib taraqqiy qilishda. Bu bir taraqqiy qilish. Sizlarning bu andizinglar haqiqatan tijoratchilikka eng ilg'ori andiz ekan bu. Bu setilmasa taraqqiy qilmaydi-ku. Kölning suyu akmasa biz hem de sap su içemeyendekli gap hem de bu. Kölde su var deb o'tasak bo'lmaydi o. Demisimiz hazır Nur Mehmet malmışında nurg'unlagan şirketler qurilib ketibdi, mahsulotlar nurg'un qiynalib setib chiqaramaydi. Endi o'ylab aburtunmagandikilar keyingi yanada bu masalan nurg'un mahsulotlarning vaqt soati bor narsa. Onu saklash muddati yoki temperatura masalasida nurg'un o'xshamaydigan masala pek og'ir buni. Iskilat turdi. Bu bekat o'zim pul yeb turadigan narsa bu. Menimcha nurg'unlagan shirkatlar sizlarga ehtiyoji bor. Haqiqatan yaxshi quribsizlar. İşleringizga omad tilaymiz. Rahmat. Hamma sizlarning qo'lingizdan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Rahmat sizga. Rahmat. Çayxanamız nayt qızıvadıdı, nayt o yaxşı söhbətlər bolunuvadıdı mehmanlarımız. Zerikmey nayt yaxşı çaylardan içip, mənzərimizni qızartıp olturuvatdımız. Hem de elbette şu söhbətlərimiz bolğanken, çaqçaqlarımız bolğanken nəğmə-nava bolmasa yana bolmaydı. Sanatmış şu mehmanlarımızdan törlü sanatkarlarımız mı olturup da onda qoğandakin bular haqiqatan quruq kemmidi. Yani şu Qurbanjon Abdukerim bugün çayxanamızga alaydı, çay işkili kepti. Çay işkili kelgen bolğandakin mehmanlarımız elbette bunun naqşlarini segindi. Şundaq bolğandakin şu Qurbanjonninki yaxshi naqshlardan bir ikkini anglab qalsaq deymiz. Mehmanlarımızga berilgan so'g'atlar baya qaçan, ha? Rahmat. Salam. Çay rishtisi programmasiga qadam tashrif qilgan har joydan kelgan aziz mehmonlarimiz, hammanglarning kelgan qadaminglarga marhaba. Men Qurbanjon Abdukerimdan hammanglarga o'tliq salom. Rahmat. Bayam savirdimi dedi. Endi bu bir oylik choyni quymoq oson emas. Ham ichmakmi tez. Şoňa hamda menmo bir naqshni aytib bersem sal çöpeli qulaqaqdak. Şoňa ben ağaç xalq naqshlardan hamda özüm yaxtırıp oquydigan naqshlarımdan Çin söýge temisidagi xalq naqshini, onundan keyin hamda özümninki ijodiy naqshlarımdan yaqin ijod qilgan naqshlarımdan seg'inish temisidagi muhabbat kuyini huzuringizga sunsam, mushu aziz mehmonlarimizniki yaxtırıp anglashini umid qilaman. Rahmat. Endi
bayam şu karxanınki ilgili hammaylar tushundidi. Bu mas'uliyat hamda bizning tövende nurg'un hamda kesel ko'zlamayotgan yoki shu doktorxonaga boramayotgan yoki iqtisodiy ahvoli yor bermayotgan shundoq hamda dehqonlarimiz yoki nurg'un odamlarimiz bor. Bular uchun hamda bu tan guhri ichimligi hamda mening hamda ko'nglimda texmo shu shirkat ichki shirkatning texmo hamkorligini texmo yaxshi qilib shundoq yaxshi bo'lgan ko'zir mahsulotlarni texmo xalqimizga sunsa degan umidda rahmat muborak bo'lsin. Rahmat. Uyumның aksi şolu Kutum ağrım diken yari Kutum ağrım Laçın konmiğan tire Soymasa almağan pile Soymasa yaşta yar tutup yarga kanmıgan yürek yarga
deymen vay ölüp giten. Bak biz zamanında bir adam battı. Yolda doğmuş bekal oturdu bu. Ama kim ölse ajan yaman gitmeli kılır da böyle. Opa degan belki öte gitpagan. Bak opa ilgili nachar o'g'ri ma u. Cho'ng odam bo'lmasa. Oshdoq nima deb o'tib ketdi. Keyin bir akamizga qilgan, voy bu ilgiriga qo'ymoqchi ma u. Voy men bilaman, va qo'yg'ana buni deb o'tib ketdi. Bir adamiz kelsin. Oshdoq deb hammadan g'aybatini qilgan. Bu aka bu hammadan tiloysizga, g'aybatli qilsizga qolsa, menga va gunoh olsam yaxshi nima emas deydi. Adilka Səvirdə bugün mana bu çayxanamız şunda qızıb ketib bardı. Yaxşı naqşçı sənətkar inlərimiz kelyaptı. Muşlarning arasida Abdusalam İlham inimizmi bək çiraylıq naqş aytılğan özümüz yaxşı ko'rilgan bir inimiz. Bo'lsa Abdusalam İlham inimizmi bir ikki naqş aytib berishga qizg'in chavaklarimiz bilan bir taklif qilaylik. Marhamat. Salam çay ristisi programmasiga alayda qadam tajriba etgan Karaxanchilar, ko'rurmanlar, hammangizlarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Menki Abdusalam İlhamdan hammanglarga o'tliq salom. Çay ristisi programmasi orqali Savirdan kam, Adilkam, Abaykam orqali mush hammanglar bilan didorlashganimdan xursandman. Hammanglarning teni salomat bo'lsin, oilanglar baxtli bo'lsin, ish ovqatlaringlar barkatli bo'lsin. Hamda bu çay ristisi programmasiga bu şirketlarninki bir aylık çay quyush töküsü baken. Hem de şununla ben hem de bu bir naqsh aytay deb kelgandim, yüzüm chidimdi. Şununla hem de bir sizlarninki japoat tatqanliklarini anlab suyunib sizlarga bir ikki naqsh o'rindab bergan bo'lsam, rahmat. Baylik nime onun aldı da sen sorsan can birdi baylik nime onun aldı da sen sorsan can birdi oddiy emma acayip isim ağırdiler şundaq bu
bişimde Günde sana Qarab turgan Mehribanlıkni can fidalıkni Yaki biri ügetken Mehribanlıkni can fidalıkni Yaki biri ügetken Ağirler şundaq buldu Ağirler şundaq buldu Çayxandagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Eren shirkati bilan E'tibor Tor savdo shartchisi alayda qo'llagan. Janon Pantexnik shirkati alayda talab qilgan. Shifo Yusuf shirkati shundaqla Terpol shirkati strategik hamkorlashgan choy rishtasi programmasi.